Assalomu alaykum hurmatli Baxmal Anguslar kanalining qadrli obunachilari, chorva ishqibozlari, Semental Angus ishqibozlari. Bugun biz Jizzax viloyati Baxmal tumani Uzunbuloq qishloq fuqarolar yig'ini Yangiobod qishlog'idamiz. Jasur tog'amizni fermasidan video obzor qilyapmiz inshaalloh. Xo'p, Jasur tog'amiz yaqinda buqa yemlash uchun ferma qurdilar. Mana ko'rib turibsizlar. Nechta molga mo'ljallangan? 50 ta novvosga mo'ljallangan, yemlash uchun mo'ljallangan ferma. Aynan joylashgan joyi o'zlarini shampun ishlab chiqaradigan, ya'ni mo'ykalarga shampun yetkazib beradigan sexlarda, shampun ishlab chiqaradigan sexlarning ichida qurildi. Go'sht yo'nalishi bo'yicha ham biznes qilmoqchilar. Inshaalloh barakasini bersin. Xo'p, bugungi video roligimiz aynan ferma quraman, tadbirkorlik qilaman, go'sht yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik qilaman, buqa bog'layman, buqa yemlayman deb yurgan tadbirkor akalarimiz uchun bo'ladi hamda Qirg'iziston, Shved buqalari haqida bo'ladi inshaalloh. Yemlash uchun aynan Qirg'iziston, Shved buqalari tanlandi va Qirg'iziston, Shved buqalarining effektini, necha pulga xarid qilingan va oxirida necha pul foyda ko'rildi, sof foyda ko'rildi, qancha go'sht qildi, necha kilogramm. Inshaalloh dastlabki holatlarni ham tortish uchun tarozilar ham yetib keldi mana, qadrli obunachilar. Tarozi 2 tonnagachami, necha kilogacha ekan? 2 tonnagacha ko'tara oladigan, 2 tonnagacha og'irlikdagi mollar tortadigan tarozimiz yetib keldi. Tarozimizni hali to'liq o'rnatmaganligi uchun inshaalloh tortayotganda ham bitta video rolik qilamiz. Mana tarozimiz yetib kelgan. Hozir esa ferma va Qirg'iziston, Shved buqalari haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xo'p, fermamiz 50 bosh molga mo'ljallangan. Artizan suvi chiqarilgan. Mana bemalol novvoslar. To'g'ridan-to'g'ri oxiriga boramiz suv yo paqirlab berilami? Oxiriga boyagidek jo'mrakchasi bor. Mana tepasida press xashak soladigan joyi bor ekan. Mana tepa polni press xashak solinadigan joy. Tepasi. Pasti esa fermamiz mana shu mollar uchun mana Qirg'iziston, Shved buqalari xarid qilindi. Inshaalloh yemlash uchun go'sht yo'nalishidagi mollar hisoblanadi bular. Ularni uzoq yemlayversangiz inshaalloh tonna bo'ladigan mollar hammasi. Hozir 30 bosh olib keldimi tog'a? 30 bosh bir joyda xarid qilingan. To'g'ridan-to'g'ri Qirg'izistondan vodiyga kelgan. Vodiyga o'tib kelgan. Vodiydan esa to'g'ridan-to'g'ri vodiydan mana shu Uzunbuloq qishloq fuqarolar yig'ini Yangiobod qishlog'iga keldi. Mana buqalarimiz Qirg'iziston, Shved buqalari. Ko'pchilligi kurak tishini yorgan buqalar ekan. Orasida bir 2 tami buzoq bor ekan, 2 dona. Mana buqalar. 30 bosh buqa yetib keldi. Hamma sharoitlar qilingan. Yaqinda endi shu har bir yeydigan, xashak yeydigan oxirlariga suvni o'zi tumshug'i bilan bosganda suv chiqadigan qilib moslamalar o'rnatiladi. Mana Qirg'iziston, Shved buqalari 30 bosh. Mana eng tozalari aslida mana shunaqa bo'ladi o'zi. Mana shu. Xo'p, 30 bosh Qirg'iziston, Shved buqamiz 650 million so'mga dogovor bo'lgan. 650 million so'mga baraka bo'ldi inshaalloh. Bularning ichida 18 millionliklari ham bor. 18 million 200 ming so'mdan boshlab 28 milliongacha-midi? 18 million 200 ming so'mdan boshlab 28 million so'mgacha buqalar bor. Endi 30 ta shu o'rtacha 650 million bo'ladigan bo'lsa 21 million 666 ming so'mdan tushadi. Mana bular haqiqatda baquvvat o'ta. Mana shular 28 million so'mliklar mana shular mana. Orqalari ham yolpoq, ustilari ham yolpoq bo'lib ketgan. Ular chala yemlangan holatda chiqqan. Har xil, lekin o'rtacha mana shunday tushyapti. Mana bular ham baquvvatlar, kattalar. Mana bu endi maydaroqlar, ozroq maydaroqlari. Mana bu eng maydalaridan mana shular. Bo'ylari 1.10 bor. Eng maydalari. Buqalar ozroq charchoqda, chunki Qirg'izistondan vodiyga o'tib kelgan, uzoq yo'l yurib
Lekin hozir Qirg'iziston yopiq, balki bundan oldinroq kelgan bo'lsa ham, lekin kecha soat 8 da chiqib, soat nechaga yetib keldi tog'a? Kechki 9 mi? Ro'pparasi 13 soat 8 da u yoqdan yo'lga chiqqan, bu yoqqa soat 9 da yetib kelgan. Ro'pparasi 13 soat yo'l yurgan, mollar shuning uchun charchoqda, hali yem berilgan yo'q. Faqatgina somon berilyapti hozir. Xudo xohlasa, hammasiga zanjir taqilib, tarozidan o'tgandan so'ng keyin yem berish boshlanadi, yemlash. Mana buqalarning hozirgi holati. Mana qadrli obunachilar, buqalarimiz inshaalloh hali yem berish boshlanmadi. O'zi kecha soat 9 ga yaqin kirib kelgan. Mana fermamizning qurilishi mana shunday holatda qurilgan. Qishiga oldi tarafi salafan bilan yopiladi. Sovuq kunlarida. Keyin yana tepaga qarab yig'ib qo'ysa bo'ladi. Salafan bilan yopilib yoki boshqa biron nima bilan yopilib yana yig'iladigan bo'ladi. Quyosh tushgan payti ochiladi, kechki sovuqlarda yopiladigan bo'ladi. Hop, mollarning yotadigan joyi beton emas, pishig'ish terilgan mana. G'isht terilgan. Mustahkam qilib g'ishtlar terib chiqibdi. Oxirlarimiz mana shunday ko'rinishda. Hozircha faqatgina somonda turibdi. Inshaalloh endi asta-sekin tarozdan bir o'tib olgandan keyin yemga ham solinadi. Yem berish boshlanadi. Hal qancha vaqt turishi, qancha vaqt yemlanishi Jasur tog'amizning o'zi yo'q ekan. Boshqa joyga ketib qolgan ekan. Shuning uchun o'zlari bilan hali suhbat qura olmadik. Inshaalloh tarozdan o'tkazayotgan payti kelamizda qancha vaqt yemlanadi. Xo'p, zotga olaman deganlarga ichiga zotga tushadiganlari ham bor. Qirg'iziston shved buqalari ham aynan zotga tanlanadi. Endi zotga kimlar so'rasa ichida hozircha men ko'rishim bo'yicha bir 8 talar, 9 talar zotga zo'r. Hammasi ham zo'r, lekin aynan zotga so'raganlar mana bunaqangi chista shvedlarda mana. Shved rang zotga tushadiganlari ham bor ekan. Sotilayotgan payti ham video obzor qilamizda. Kimga kerak bo'lsa olib ketaveradi yoki qassob akalarimiz bo'lsa birin-ketin narx kelishgan holda go'shtga topshirilaveradi. Hozir paqirda suv berasiz bizlarni. Necha kishi qarayapti endi bunga? Hozircha 2 kishi. 2 kishi epla oladimikan? Epla oladi-ya. Hozir internet tarmoqlarida ko'ryapsizlar, mana bunday oxirga joylashtiriladi. Keyin novos o'sha narsa oxirga og'zini soladigan bo'lsa suv tushadigan, to'g'rimi? O'shanda ham suv tushadigan bo'ladi. Ya'ni ishchi kuchi tejaladi-da. Ya'ni suv berishlar unaqa nimalar yo'q. Novos xohlagan payt suv ichadigan bo'ladi. Hamma sharoitlar qilinyapti. Mana tepaga havo chiqib ketishi uchun demoxodlar ham qo'yilgan. Mana fermamizning ko'rinishi. Videolarimiz shulardan iborat edi. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalga yangi bo'lganlar podpisatsiya tugmachasini bosishni, ya'ni obuna bo'lishni unutmaymiz. Obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, chiqarayotgan videolarimiz birinchilardan bo'lib sizga yetib boradi. Qadrli obunachilarimizdan esa kommentariyaga ijobiy fikrlarni bildirishlarini va like tugmasini bosishni so'rab qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.